Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Floges Game kanali. Floges Game kanalida kimdir birinchi marta kirib kelyapti, kimdir o'sha oldindan bo'lgan. Hammalaringdan podpiska и layklarni bosib qo'yinglar. Tak, bu o'yin haqida tushuntirib o'taman. Bu o'yin aslida bedniy bo'ladi, bola. Bedniy, nochor bo'ladi. Bitta kafeda ishlaydi. Bitta velikchasi bo'ladi o'zini. Velikchasi bo'ladida va u ishdan haydaladi. Prям ashibga qilib qo'yadi, nimani sindirib qo'yadi, narsalarni sindirib qo'yadi va ishdan haydab yuboradi boshlig'i. Haydab yuborgandan keyin bu boshlig'i o'sha oylik ish haqiga boshlig'ini kompyuterini olishni so'raydi. Boshlig'i rozi bo'ladi. Boshlig'ini kompyuterini eski kompyuter bo'ladi. Xullas, ko'rib turganlaringdek biz nimani sotdik, mashinasini 45 mingga ketdi daji. 40 mingga emas, 45 mingga sotdik. 45 ming dollarga sotdik. Yomon emas. Biz endi bu yerdan kompyuterini olamiz. Chunki kompyuterni bunga qaramanglar bo'ldi uni. Setirib qo'yaylik. Xo'sh, bizaga buni stoli, chunki biza narsa zakaz qilishimiz kerak. Narsa zakaz qilishimiz uchun bizaga kompyuter kerak, bu boshlang'ich kompyuter kerak. Shuning uchun biza kompyuter yig'amiz hozir. Xo'sh, bizaga bu atmosfera вообще kerak emas. Bu joyni umuman ishlatmaymiz chunki bizaga kerak emas, bo'lmaydi bu joy. Bu joydan so'ramay ketamiz. Chunki o'sha 45 mingimiz bor. Hozir bizaga maqsad bu yerda internet ham yaxshi emas. Shuning uchun bu yerdan ketish kerak. Ana boboy bor bitta, har kuni kelib o'sha nima qiladi? O'sha joninglarga tegadi-da. O'sha nadayoladi. Xo'sh, buni bu yerga joylashtirib turaylik. Hozir kompyuterlarni zakaz qilamiz-da, ketamiz, bitta ofis olamiz o'zimizga. Endi 45 ming bilan biznes boshlaymiz-da. Xo'sh, birinchi bo'lib biz narsalarni Zamazor, ya'ni Amazonni Zamazoridan hozir zakaz qilamiz, Zamazoridan. Xo'sh, 85 dollar. Вот bizani narsalar. Кейс, вообще четкий. Xo'sh, bizani u dastlabki kelgunicha buni yig'ishtirib bo'lishim kerak, chunki u mikrofon menga вообще kerak emas. Biz bu yerlarni o'tamiz. Hisobim. Shunday bo'lsa kerak. Mishka. Bu mana dastlabki keldi. Tepani yig'ishtirib bo'ldimi? Bilaman. Qani? Video karta ko'chada yotibdi-ya. Video karta, ikkita video karta. Endi bularda eng zo'rida bu. Stul ko'gar. Boshqa narsa tushib ketgani yo'q, mana bitta narsa tushib ketdi. Voy. CD disk. Boshqa narsa yo'qmi tashlab ketgan joyi? Men qayerdaman? Voy, mana bu. Вот это да. Bu yerda nima? Mana shuni biz o'zimizning xonamiz qilmasak ham bo'lar ekan. Yo'q, unaqa qilmaymiz. Biz
Chunki streamerlarni olsak, streamerlarni mana shu yerga joylashtirsak bo'ladi. Lekin bu xona toza ekan. Как видите, вообще toza. Bizani nimamiz mana shu yerda bo'ladi. Xo'sh, biza parosh yollaymiz. Streamerlarni xonasiga stream nimasini qo'yib berishim kerak. Streamingizga главный streamerimizni nimasi tayyor. Mishkasini ham beraylik buni. Keyin biz bitta streamer yollaymiz hozir. Mana bu mikrofon bilan naushnikni olib borib beramiz. Xo'sh. Davay streamer yollaylik. Ana $3000 ga mana bu qizni olib kelamiz. Oyma-oy $3000 zarplata to'laymiz bunga. Shuni olib keldik. Qani, mana. Hali ishlab bo'lyaptimi? Streamingni qil bor. Bor. Senga hozir zo'r ana taxlab beraman. Prям chetki nima taxlab beraman. Вот mana senga kamera. Bos kamera bilan. Mana senga mikrofon. Voy, futbol ko'ryaptimi? Ya ishlayapti o'zi. $240 ishladi. Yomon emas, bunga xalaqit bermaymiz, yopib qo'yamiz eshigini. Biza ovoz eshitilar ekan u yerda. Biza endi bitta buni endi baribir qayerga borsanglar ham tozalik birinchi o'rinda. Men aboyni o'zgartirishga, no ladno. Aboyni o'zgartirishga. Voy. Qo'lida anomi, vinomi, pivami. Ana shunaqa piyanni nimalar ham bor. Ana bittada tugatdi lekin gap yo'q. Mana shunaqa tez nimalar ham bor lekin. Mana bu opa bizani farroshimiz yig'ishtirib yuradi har 2 soatda. Unga ham oylik to'laymiz. Xo'sh, bizaga pismo kelgan, ya'ni сообщение kelgan. Bilisdan kelgan, menimcha arendaniki, virus skanerniki, счет internet, elektrga mos o'chib qoladi to'lamasak. Biza mining qilishimiz kerak endi. Не смотри. Ktovi? Пофиг, мама. Нет. Это ошибка связана с нами. Bilganini qilsin. Biz shunaqa hakkerlarga tushmaymiz. Bitdogo. Bu prям pul beradi lekin. Bundan ham pul ishlasa bo'ladi. Xo'sh, men masalan streamni yoqaman, qaranglar. Streamni yoqaman. Men $800 donat qilaman dedi. Sen menga deyapti. 640 qaytarishing kerak deyapti. Обязательно deyapti. Sen должен
qaytarishga majbursan deyapti. Вот birinchi donatimiz o'sha $800 tashadi. Zato foyda mana o'ziga qaytaraveramiz. Bo'ldi, bizani streamimiz bugunga tamom. O'chirsak ham bo'ladi. To'ldi deydi. Mas. Animas. Xullas kalom bu bo'ldi. Bu opa hali ham tozalab bo'lmadi. Xo'sh, biza miningga borib kelishimiz kerak. $5300 ni mining uchun apparat sotib olishdan boshlaymiz. Конечно, miningga bizaga normalroq kerak. Mining bizadan 444 kilometr. Mamiga karvat qo'yib ketishimiz kerak, chunki bu uxlashi kerak. Bo'lmasa mana shu bilgandim men, yerda yotib olishini bilgandim. Turay, mana karvat. Tur. Hey. 1800 yomon emas. $6000 bilan ketyapmiz-da. Bizaga endi bunga biza $3000 oyiga to'layapmiz. Kuniga to'layapmiz bunga. $3000. Bunga yarasha ishlasin-da. Ikkita video karta kelar ekan. Mayli, ikkita video karta ham nechva narsa emas. Request qo'yib olamiz, bu o'rnatib olamiz, mining apparatiga yig'amiz hozir. Apparat krem mana shunaqa. Endi bu igrada shunaqa yerda joylashadi. Boshqa joylarda ko'rsanglar, mana cho'tka qilib joylashtirishadi. Endi men buni yerga qo'yapman. Buni mining apparatchalarni bu ham apparatura, bu unaqa kuch bermaydi, lekin buni ham sal bo'lsa ham kuchi bor. Mining qilishga boshiga bo'ladi. Hozir bizning glavniy maqsad mashinaga $40000 yig'ishimiz kerak. $40000 pul yig'ishimiz kerak. Shuning uchun mana ikkita video kartamiz keldi. Pulimiz $587, ertaga arenda kelsa va shu o'tiramiz. Shuning uchun miningni tezroq qo'shishimiz kerak. Davay, bunga bitta video kartani qo'yamiz. Bunga bittasini qo'yamiz. Shtobi ikkalasi ham ishga tushsin. Miningni boshlaymiz. Добитие 220. Bizada добитие ham boshlaymiz. 220 quvvat bilan ishlayapti. 220 yomon emas hozircha. Boshlanishiga bo'ladi. Biz uxlab turdik, yana pul ishlasak bo'ladi. Не приходит. Это здорово. Seni streamingni yana $500 otaman, sen menga $400 qaytarasan deyapti. Yaxshi. Ambi ham bizani partnyor bo'lish kerak. Предложи, taklifingni ayt deyapti. Что это? Сколько? Bu подписка yig'ib beraman, zritel yig'ib beraman deyapti. Davay, shuni принять qilamiz, buni ham zritel. Bo'ldi, gap yo'q. $100 beramiz bunga. Streamni yoqamiz, qani streamni yoqdikchi. Hozir faqat ekranni hozircha biza hech qanaqa odam ko'paytirishimiz yo'q. Bizda zritel 3 ta kuzatuvchi, lekin подписчикimiz bitta. Yarısı. Jo'natdi bolalar ana bu pulni. Bu yerda уже yig'ilibdi, bo'ldi, bu donatdan yig'ilibdi bora. Yomon emas, menga jo'nataveraylik endi 400.
Sen kambag'alsan deyapti. Tibetlik. Bilaman. Qani endicha. Endi betni emasman. Aytyapti bor. Xo'sh, yana bitta narsa qoldi. Bolalar, biza bitta xolodilnik olishimiz kerak. Darajani bu kerak, chunki men bu agar och qoladigan bo'lsa, umuman nima qilmaydi, stream qilmay qo'yadi mana bu. Bizani yollagan ishchimiz stream qilmay qo'yadi. Shuning uchun biza olib qo'yishimiz kerak. Xo'sh, 7 zakaz qilamiz. Aka aytadi. Mining ketyapti. O'sha bizga kirishimiz shart emas. Senda stream qanaqa ketyapti? 952. 130 mingta podpischiking bor ekan. Yaxshi. Aka olib keling. Rahmat. Prям buni xonasiga qo'yib beramiz, chunki masjidga qo'yib beramiz. O'tak. Ya'ni endi buni to'ldiramiz. Qani ovqatimiz? Qatga olib ketdimi? Qani zakaz qilgan ovqatimiz, hozirgi ovqat? Voy, yebat, urib yubordi. Mashina o'zi ham chappa bo'lib ketdi. Bu yerda DTP chaqirish kerak menimcha. Nima deysizlar? Aka qani? Aka? Mana bu yo'qolib qoldi. Qani aka, ana tepadagi? Uchib ketdi u. Просто так uchib ketdi bor-ku. Опасный bu. Ana hudud опасный вообще. Juda xavfli hudud bu. Yashashni o'zi bir nima qiyin masala. Mashina yomon aylanib yuribdi masjidda. Ishqilib mana bu streamerimizda kirib kelganini ko'rgani yo'qim. Ishqilib $1300 yomon emas. Xo'sh, biza nuda stream ketyapti. Подписчикimiz 0 bo'lsa ham. Подписчик абсолютно 0, lekin stream ketyapti. Как объяснить, kim kuzatmayapti? Bizni streamimizga o'xshar ekan lekin. Hech kim yo'q, hech kim kuzatmaydi. Zo'r, a? Mining qancha ishlar? Mining sotamiz. Mining hozir tushib ketibdi narxi. Narxi tushib ketdi. Bizda pulimiz $2700. Xo'sh, bizaga bu qiz ishlab beradi endi bizani endi ana qilib berayotgan qiz o'shada. To'g'rimi? $3000. Davay, men bu prям mana buni sotamizda. Voy, hammasini sotib yubordim. Da $3000 ga ana yana bitta streamerni zakaz qilamizda, yana bitta streamer keladi. Va arendaniki shu vaqtda nimaga arendaniki 360. Endi yana bitta streamer zakaz qilaman o'tirganimda ya. Sen nima necha pul ishlading? Молодец. Как раз yetmay turibdi. Senga sherik olib kelaman. Ham bu miningga bo'ladi. Bu kompyuter ham miningga bo'ladi, ham bittasi endi baribir stream qilish kerak-ku.
bekor o'tmaydi-yu, stream qiladi-da. Mana $3000 ga mana buni nanit qilamiz. Ke, uka. Mana shu sanga. Mana hech kam tur sanga topshiraman. Miningga tegma. Mining ishlasin, обязательно. Teksang, qara. Endi bizadan faqatgina kutish qoladi. Kutish. Mana bu. Yoniga kirib, eshikni yopib qo'yaylik. Bilmaymiz. Mining. Bas bizaga главныйsi mining bizga. Главный. Problema mining bo'ladi. Ko'tarilibdi miningimiz, lekin mining narxi ko'tarilyapti, lekin miningimiz kam. Ну ладно. Sanda qancha bo'ldi? $1400. Yomon emas, ishla. Qaragala, men ungacha aylanib kelaman. Hozir bolalar o'sha mashinani ko'rib kelamiz biz. Ular ishlayversin. Biz u mashinani hozir ko'rib, $700 pulimiz bor ekan-ku. Shuncha odam nimaga yotibdi? Shuncha odam nega yerga yotibdi? Voy, bratan. Bratanni axta qilib ketishibdi. Bechorani mana shu tarafdan kelib solishgan u. Yabat. Bratanni olib ketishdi. Bunga nima gap endi? Opa, xor bu. Voy. Yabat. Voy, belli. Yabat, ikki taraf ko'chirib yubordi. Voy. Опасный hudud, опасный, juda опасный hudud bor-ku. Juda опасный bu yerlar. Bunaqa опасный joy bo'lmasa kerak menimcha. Bosal qoldi-yu opani bosib ketishiga. Ashitga chiqib kuzatmasak qani ko'ramiz hozir. Qarang, опасныйligini mana shundan isbotlab beraman men sizlarga. Hozir. Moments later. Bu aytdim-ku mana urib ketdi. Befarosat. Prям bor-ku, prям urib ketdi bor. Farqi yo'q. Mana buni qara. Voy, yep. Endi bunisiga endi nechun. Voy, gap yo'q. Gap вообще. Voy. Yepash. Nima bo'lyapti? Ikkita mashina ag'darilib ketdi, bor. Voy, lekin gap yo'q bor-ku. Ashe. Voy, yo'qolib qoldi. Opayim yo'qolib qoldi. Oldiga borib bir salom alaykum, ahvol so'rayman dedim. Опасный hudud, опасный. Mana bu yotib kelgan hali ham. Orqadan kelyapti, yo, burilib ketdi. Yo'qolib qoldi. Lekin gap yo'q bor. Bu yaxshi haydar ekan. Mana kelyapti. Farqi yo'q ekan-da, bular piyodaga вообще yo'l bermas ekan bular. Gap yo'q. Bularning puli bor-da, faqat haydashni biladi bo'ldi. Pravilaga qo'yib qo'ygan joyi bor. Boya trotuardagi odamni urib ketdi-ya. Yo, paka hammasi yaxshi. No, lekin Lukiga 5 ketdim. Mashina. Bir-birini quvib yuribdi. Voy. Patrul bo'lsa bo'lar ekan-a? Bu endi. Strafnoyga hammasini tiqardim. Urib ketganlarni. Sud bo'lardi, bitta. Moments later. Ana bu
bola LGBT ekan. Kebat. Bola, ayol. Bu ayolmi, bolami? To'xta. Bola-yu. Молодец, battar bu. Battar bu. Voy. Bola edi. Voy. Ketdik. Qaranglar, alkash. Bila. Yo'q, men qolib ketdim. Bila. Men qolib ketdim, samon tashlab ketdi. Yotishini qaranglar. Battar bu. Bundan battar bo'lmasin. Ha, bosinglar. Молодец, bos. Brother. 3 days later. Yuzi esimda qolgan ekan. Ha, o'lib yotuvdi menimcha. Ha, sen ham yerda yotibsanmi? 1800. Malla. Bizani arendamiz bor, bolalar ishlanglar. Mana bunga o'xshab ishlasang bo'lmaydimi? Voy, bu sharmanda qildi. Vaqt yotdim boya. Mana endi 1800 buniki bilan teng bo'ldi. Bu hali ham yotibdi-da. Befarosat tur. Davay mining bu turgunicha miningni bitta ko'raylik. Xo'sh. Принять. $200 bor. Bizani arendamiz yetib kelgan. Счет internetda va ikkita kompyuterga $200 почти ketdi. Yepat. Men qachon ko'karaman? Qachon men ko'karaman? Narxi tushib ketibdi mana Bitcoinni. Qani san? Nima bor joyingga. Bor joyingga. Men bir ko'chani aylanib kelay. Storyda. Nima gap endi? Nima gap, opa? Nima qilaylik endi? Taqdiri shu ekan. Mashina va shu ko'chaga nimaga chiqdingiz? Nimaga chiqasiz ko'chaga? Yog'izga qarab yurmaysizmi? Mayli endi. Bular yaxshi. Yo'lga chiqmanglar, apasni. Mana opa tuzalib ketdi. Frem. Yaxshi, opa. Qancha ishlading? Bizga $40,000 qachon yig'amiz biz? $2,000 bo'pti. Tezroq yig'aylik. 2,000, 3,000. Menga 20,000 ikkalang ham ishlab berishing kerak. 20,000 ishlab berishlaring kerak. Biz uni to'lashimiz kerak hali. Biz stream qilamiz endi. Sen uxlayapsan, biz stream qilamiz nashta. Discordga kirib, men bilan print qilaylik. Gali, zarishani. Discord. Ano stream qilaylik, yana pul tashlaydi. What stream qilaylik. Думаю, у него нет микрофона. Buni подписчики nega ko'tarilmayapti desam, bunda mikrofon bilan kamera yo'q. Va tashadi. Aytdim buni подписчики cho'tta nimadir dedim bu. Nega bu ko'tarila olmayapti? Nega buni hech kim ko'rmayapti bu? Nimani desam, mikrofoni yo'q ekan buni. Aytyapti mikrofon olib qo'yaylik dedim, pulim yetmadi. Miningni sotaman. Bularni puliga tegolmayman, chunki bularni pulini o'zi men ishlatishim kerak. Mashina olib berish kerak bular, chunki men biznes shularga sarflaganman. Mining sotdik, iloji yo'q. $800.
Zakaz qilamiz endi. Mana shunga bitta monitor zakaz anaqa zakaz qilib bermasam bo'lmaydi. Sanga sharoit yaratyapman. Tur. Ishla. Endi bu yoqda. Anonga qaytarib olaylik endi pulni BitTokga. Va BitTokga pulimiz yetmayapti. Donatdan olamiz. 1000 tashib olibdi-yu. Ma. Pulimiz qancha qoldi? 400. Значит, bizga xabar kelganmi yo'qmi? Xabar kelmagan. Ну ладно. Bilamiz. Boshqa nima ham qilamiz? 7-kun. Va 3000 shu Girl Salary, ha, 4 kun ishladi, 3100 to'la deyapti. Voy. Shu. Sen nima? Sen o'zi 3000 sen o'zing 3000 ishlading o'zi. Nimaga senga yana sizlar foydaga kirasizlarmi yo'qmi? Faqat yo подписчик ko'paytiryapsizlar menga. Menga emas o'zlaringga, to'g'ri. Mayli to'laylik. 3100 qoldi. Mayli, ishlaysan. Tezroq ishlaysan. Ovqat yeb bo'lding, bor ishla. Bor. Men bu yerda nima ochilib qoldi buni? Qaytib ketyapti. Qaytib ketyapsan. Svet yo'qmi? Şurada mana bu. Ha, yedek olmadimi? Ana bor-ku, sen yedirib qo'yaymi endi. Ha? Ha, ayt, yedirib qo'yaymi. Ha, senga mikrofon. Bos uka. Men seni поддержка qilishda to'xtamayman. Miningimiz nima bo'lyapti? Miningimiz ketyapti. Не хочу. Не пиши. Ha, menga $1000 jo'natyapman. Yo'q, jo'nata olmayman deyapti. Bu topishga harakat qilaman deyapti. Ishqilib do'stlarimiz yaxshi, отказ qilmaydi. Bu turgani yo'q. Подписка yo'q. Nega bitrate'imiz tushib ketgan? Fake gram, мы заплатим $10. Menga nima deyapti? Baqot kripto. Ha, kripto bizga yozyapti endi. Предложение taklif qilyapti. Kriptoni ko'rsat. Mayli, kriptoni ko'rsatamiz. Mana mining. Mana mining. Mana mining. Mana mining. Mana mining, mining. 7 просмотров. Исправите поток. Поток to'g'rila deyapti. Nega bizda internet ko'tarilmadi? Mana buni ham sotib olish kerak ekan. Ha, mana shuni ham sotib olish kerak edi. No. Qani OPS ko'raylikchi. Bar to'g'rilanmadi. 8 ga. Tushunmadim xullas.
Bizani aldashdi. Wi-Fi interneti. Bizani aldashdi bolalar. Bunda yashil. Ну ладно, stream tugatamiz. Biz stream tugaganimizdan ko'ra men bu ming tashab, yo'q, o'tgan safar tashlagani. To'g'ri, shuncha yot. Ey. Och bo'lsang ovqat bor-ku. Anam qilaveray. Dень 8 dedi. 8-kun ekan. Kimdir $215 donat qildi bizga. Mana bu. Bittok yana yozyapti. Ha, buni kam turini tortolmaydi ekan, hal qilyapti ekan. Mayli. Mana stream yoqdim, tasha. Молодец. И $5 tashamabdi-yu. Hali yotibdimi? Mana bu nimaga? Stream qilyapsanmi? Bo'ldi. Bos. Vot tashadi. Tashadi. Biz nima qilamizda? Возьми его. Diskatka o'tib jo'nataveramiz. Bo'ldi. Ol, kompyuterini ol, bor. Va kiyim, вообще kiyapsan-ku. Kiyim вообще yoribdi ekan. Xo'sh. 1300. Bo'ldi, bizda 4800 bor. Уже yomon emas. Rezultat yomon emas. $1400 yomon emas. Ishsho bizda 6000 bo'ldi, bo'ldi. Qani bu qaytib ketdi? Ha, yotibdi ekan. Bo'ldimi? Tugadingmi sen? Ovqat yedingmi? Ha, bo'ldi. Men bitta ko'chaga chiqib kelay. Qiziq, ana ularning ishi. Haydovchilarni. La 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 la. Bunda ham bormi? Yo'q, men bunda ham bor Luke. Nega JMda yo'q? Nega JMda yo'q? Даже shunda bor Luke. Просто oddiy bo'lsa ham bor-da, zato. La. Ano yu. Nima Bratан, opammi bu? Patriot. Полицейским deyman. Va ana urib ketamiz. Ozgina qoldi bor-ku. Ebat kelyapti, gruppa kelyapti. Ochinglar. Voy, ozgina qoldi bor-ku. Mana bu opani omadi bor ekan. Mana buni omadi bor ekan. Opa, omadingiz bor ekan. Va mana bu вот это да, mana bu salto. Gap yo'q bor-ku. Qanaqa qilib Ebat. Nima bo'lyapti bunga? Voy, qo'l-oyog'ini uzib ketishdi buni bora. Beligacha yo'q. Nima bo'ldi bunga? Soyasi bor, что-то страшно bor. Вот, ебать. O'zi ham yo'qolib qoldi. 3 days later. Kim chiqmoqchi yana? Yo'lga chiqma. Voy, mana bu salto. Mana bu. Yebat. Yana bitta krutoy salto va mana bu boshsiz chavandoz.
Ana boshsiz chavandoz. Sochi bor ekan zato. Moments later. Xo'sh, bizdan ishlar nima bo'lyapti? $2000 bor. Sendacha? 2000 bor. Miningni bizcha. Discard yozyapti, print buni отказ qilmaymiz qaysini. Xo'sh. Voy, Big Boyga endi pul to'lash kerak ekan. Big Boy. Big Boy. Big Boy 2000 ishladi-da, 2000 ishladi shunga. Men hozir ziyonga ketyapti deb o'ylayapman men bu Big Boyni. Nega sen ko'proq ishlamayapsan? Ha? Nima kerak? Ovqat qolmadimi? Bor ovqat. Bor. Au deydi. Ovqat boru. Tupoymi bu? Nima o'ynayapti bu endi? Nima bo'ldi senga? Yovuz sağ deydi. Men charchadim deydi. Tez charchab qolar ekan nima? Mayli bu uyg'onguncha o'zimiz titrab turamiz. Bizda mikrofon bor. Bitta подписчикimiz bo'ldi, gap yo'q. Я никогда не видел такого плохо потока deyapti. Sen bundagina ham ko'rmaysan bunaqa потокni. Mana nima bu? G'alati ovozda chiqyapti-da, nima qilyapti bunda? Потерял ботинок при просмотре этого стрима по твоей вине, Вайн. Только что нашел это место потрясающий, дейді. Потрясающий. Смотреть твой поток это как питка. И? Manda stress 2% ekan. Bu yaxshimi yomonmi? Поток полная катастрофа. Не могу его выносить. Выносить. Кто будет смотреть ваш поток? Просто закройте его. Хайтер бля. Yozib qara, звук настолько чистый, что кажется, будто я, как будто я. Я shunaqa deyaptimi? Будто я. Qani yo'qotib qo'ydim. Будто я нахожусь в другом мире. Mana maqtaydiganlar ham bor ekan. Seni ovozing shunaqa chista deyapti, toza deyapti. Menimcha deyapti. Men boshqa mir bor-ku, boshqa dunyoga tushib qolganday bo'lyapman deyapti. Aytishi bo'yicha. Bittasi yomonlayapti. Звук плохо deydi. Bu ovoz juda yomon deyapti. Если вы не умеете стримить, просто остановиться deydi. Sen stream qilishni bilmasang, просто to'xtat deydi. Трудно слушать этот звук. Og'ir menga bu звукni eshitish deydi. Вы серьезно смотрите этот поток? Позор deyapti. Bu sharmandachilik. Sen серьезно aytyapsanmi deyapti. Вы делаете ужасную работу, как вам не стыдно deyapti. Sen juda qo'rqinchli ish qilyapsan deyapti. Не смотрите этот поток deyapti. Ko'rmanglar bu anavni streamni deyapti. Привет. Первый здесь. Men birinchiman bu yerda deyapti.
Поток, машинистство поток, машинистство поток, машинистство поток. Поток алып, яз лучше буду. Narsa deyapti xullas. Вы серьезно смотрите, это поток позор. Yana o'sha yozyapti-yu. Вообще успокой, mana buni blok qilamanman. Не жертвуйте, дайте мне денег. Мне тоже нужно денег. Дай мне тоже. Если у тебя есть. Donat $28. Yomonmas. Donatdan ham kelib turibdi. Lekin men bu streamerlardan foydada. Qani streamerimiz? Va streamimiz bekor yuribdi ekan. Streamni o'chiramiz. Biz o'zi bunaqa berilib ketmasligimiz kerak edi. Bor streamingni qil. Och bo'lsang mana xaladelikda ikkalasi ham tupoymi? Mana xaladelik. Ochda ye, shuncha narsa turibdi. Mana yana qo'yib qo'yaman ikkita pizzani. Nima yemaydi bular? Mendan so'raydi. Men nima topa olamanmi deydi. Ovqat topa olamanmi deydi. Va biz endi Velikchada sayr qilamiz. Sayr. Velikchada sayr. Uzr, lekin tormoz ishlamay qoldi. Velosiped tormozi как Nexia 2 da. Uzr endi. Joyinda bunaqa turtib yuborganga yo'l topmaslik kerak. Hey, alo. Bunaqa yo'l olish kerak emas. Voy. Qani velosiped? Bu yerga parkovka qilib qo'yishdi. Mani bo'ldi ketib turdi. Tormozni qaraydi. Yebat. Voy, kimdir urib ketdi. Realmi. Mana. Yana o'sha-yu. O'zi falokat bo'lagan-da. Nima deysan endi menga? Meni ham ozgina turtib ketganimga yotib oldi. Voy, mushuk. Drift qilamiz. Biz ham. Shunaqa borib turib. Mana bu drift deyiladi. Bunaqa kelib turib, fotak buramiz. Вот, ёпана. Yo, osmonga uchib chiqdik. Zato men bu foyda buzardi. Va men shunaqa mashinani olishim kerak men. Shunga men ishlayapman mana shu mashinani olishga. Chapaq bor ham. Ha, o'zi chapaq qilib ketdi. To'g'ri qilib qo'yishdi uni. Voy, alamini anav odamdan oldi. Beligimga tegma. Voy, yana uchirib chapaq bordi. Zo'r ekan-a, uchirib olar ekan. Yana bitta. Hoppa. Uch osmonga uch. Bu uchmas ekan, ana mashinani o'zi uchar ekan. Bu faqat orqaga qaytarar ekan. Voy, ana yerda nima bo'lyapti? Och. Akani omadi bor ekan, men qutqarib qoldim uni. Men zo'rman, mendan zo'r yo'q. Aka uzr bosib ketdim. Nima qilyapman bu? To'xta, sen qoida buzarsan. Yebat nima qildimi? Yebat. Mana qoida buzar. To'xta. Velit qilib. Vat qilib qoldi. Velida mashinani to'xtatish ahmoqgarchilik deydi o'zi. Aslida. Uchta. Voy, yebat. Pizdes. Qani anavi bratan? Qani brat? Bechorani yotishini urib ketishdi. Chapaq qilib ketishdi. Mana bu yoqda ekan u.
Men velosipedimni ham o'qib qolishdimi debman. Ben turtib ketishdi. Qoch, to'xtataman. Voy. Voy, voy. Yeba, shuncha odam o'tdimi birdaniga? Malades, kallalarni ishlayapti bola. Voy. Voy. Nima bo'lyapti bitta? Shuncha odam o'ldi. Voy, şey-yu. Papa. Papani dabdalasini chiqarib ketishdi ekan. Bilamu, Vilini o'zi to'xtaydi. Men tushib qolsam. Nima gap sizlarga? Qani joyiga emas, uxlayapti. San nima bo'ldi san? 2600. Sana uxlamoqchimisan? Shu gaming. Shu gaming ana unikini qanday olamiz? Ikkalasi bitta joyda uxlayapti. Uyatmasmi? Axir bu zino-ku. Unikini olmayapti. Короче, men bitta kriptovalyutamni qarang. Nima bo'lyapti? Men tezroq sotib olishim kerak edi uni. Stream yoqish kerak emas edi. $10,000 pulimiz bor. Yig'ishimiz kerak yana. $960 hozir tushib ketibdi. Значит, ko'tarilgan vaqt sotamiz. Hozir sotmaymiz buni. Biza bitta bu Bitcoin'da shunaqa narsa уже hamma bilsa kerak. Ko'tariladigan vaqti bo'ladi, tushadigan vaqt bo'ladi. Imенно hozir tushadigan vaqt. Shuning uchun buni sotmaymiz. Bizga donat qilishganda. Donatlarni olibman. Videoda sayr kelaylik. Aka va uzr. Bizni ham ursa nima qilar ekan? Shuncha odam urib yuribdi. Va bizani yo'limiz. Voy, nega orqaga yurolmay qoldi? Ochila o'rtasidan o'tib ketdim. Va omadli ekan lekin. Velicha yomon emas lekin. Velicha yomon emas. Aka. Ye. Vashi shantaj ekan bular. Mana buni aytmasa ham bo'ladi. Nima balo bu? Voy, yana bosib ketdi. Mana bu nima edi? Yeb bunga ham bor. Bularni ursa borib, turib ketadimi deyman-da. Ana shunga yo'lga chiqishadi. Voy, ana salto. Mana salto. Вот это да. Ana uni saltosi. Men ham urilib bosib urib qolaman. Qani o'tiraylikchi. Ye. Aytdim-ku. Men urib qolyapti. Buni orqa tomondan ko'tarilib qoldi. Qayerga olib ketdi meni? Shuni bosib ketsa qolib qolardim ekan. Bu opa ushdi. Menga bu qiziq bo'lmay qoldi bari. Voy, yopiq ekan. Короче, velikchani qoldirdim men. Velikda уже bo'ldi, jonga tegdi velik. Ha. Az biznes nima bo'lyapti, biznes. Yapaydu spat yaptı. $3000 ishlayapti. Yaxshi, yomon emas. Sen qancha? 517 nima ishlamading sen?
Adini gaplashish kerakmi deyman, Adini xonada san bilan. Mining nima bo'lyapti? Mining ko'tarildimi yo'qmi Bitcoin narxi? Bitcoin narxi ko'tarilmabdi. Davay uxlab turmasak bo'lmas ekan. O'sha kunduzi ham bo'lib ketdi-yu. Zo'r endi shu yoningda uxlayman. Joy bersang. Kiyim o'zgarib qoldimi? Va bizaga to'lovlar ketdi. To'lovlarni to'laymiz, chunki biz hozir agar switchni o'chirib qo'yadigan bo'lsa, если без заплаты за это ошибка связана с нами. Не забивай о нас. О нас, нас. Мы помним тебя. Я же говорил, не связывайся с нами. Тебе конец dedi. O'zingga конец. Можешь отправить. Voy, men $500 otvoribman unga. Voy, realniy. Nimaga? Nimaga men unga $500 otvordim? Возьми меня, люби меня, укрой. О, длиной, вот мы с тобой создание его. Возьми меня, люби меня, укрой. Вот, длиной, вот мы с тобой. Ва. Kim donat qilmaydimi? Senpai. O'chiramiz hech kim donat qilmasa. Bizga hozir faqat donat qiladiganlar kerak. Qani, anu nimaga ishlasanglar bo'lmaydimi? Ha, men mashinani qachon olaman? Turishga. Bor ishla, malades. 0 kopeyka puling qoldi, kopeykasan. Nega unaqa ishlayapti bular bilmayman. Biz ungacha manzarani tomosha qilib kelaylik. Va mana bu manzaraga qaranglar. Mana bu manzara nima deyapti? Qorong'u tushyapti ekan. Qorong'u tushyapti, qorong'u. Hoppa, hop, hop. Quyon bo'lamiz hozir. Vo. Vo, vo. Bularni kuzatamiz. Bu yaxshi stream qilyapti. Ana ko'ramiz hozir derazadan. Va ko'rinmas ekan. Hoppa. Bilay. Bu ham qilyapti. Yaxshi. Chiqilib bu nimaga yarasha? To'lasak arziyapti. 2 oymoy 300 dan to'lash, $3000 to'lashimiz kerak bularga. Bilasizlarmi, $3000 $6000 har oyi men bularga $6000 to'lashim kerak. Turishga qachon olib turaman? Buni ishlashim bor ekan. Hech narsa yo'qmi? Voy, tagi ko'rinyaptimi? $1200.
$713 ishlayapti. Chetda mana bu qiz bor, u kam ishlayapti. Buni подписчик ko'proq lekin. $3. Мы с тобой создание его. Kriptani ko'ramiz, kriptani. Va, narx ko'tarilyapti lekin gap yo'q, ko'tarilsin. $1400 ga sotib olar ekanmiz, va ko'tarilishiga qarab turamiz hozir. Qanchagacha ko'tarilar, eng maksimalni ko'tarilib bitta tushishini, tushadigan vaqtiga qarab turib ovoramiz buni. Hozir. Men boyib ketaman dedi. В данный момент покупка невозможна. Вы можете только продавать. Bu yerda olmaydi, faqat sotsa bo'ladi deyapti. 15.000. Bitta bitcoinning narxi 3400 deyapti. Значит, bu bizada 3 bitta bitcoin mana bu bo'ladi, bitta bitcoin. Bir bo'lsa, bu bitta bo'ladi. Aytgancha bizani olmadikda video karta. Davay video karta zakaz qilaylik, ana tezroq dabiche qiladi-da, mana tezroq ishlaydi. Video karta olsak yaxshiroq bo'ladi. Video karta. Bu xato 15.000 bo'ldi-yu. Qo'ysin mana. Nechta? 6 ta. Unga bittadan zakaz qilgan bo'lsam, 3 tadan. Bittasiga 6 ta ketsa kerak. Bittasiga 6 ta ketadi. Hali poka shuni zakaz qilib turamiz. Опять же, pulimiz 5.000 qoldi. Ular ishimiz yo'q. 5.000. Hamlarni ham oyligini berish kerak hali. Buratan keling burat. Opa kallangizga olsam bo'ladi. Opa. Endi tezroq dabiche qiladi-da. Ana bitcoin narxi qancha bo'libdi? 1400 уже ko'tarilyapti lekin. Вот стримка. Хорошее настроение. Бар стриминка. Ой, nimadirlar ko'rinib ketyapti-yu. Voy. Nima bu? Voy, qanaqa ko'p arvoh emasmi bu? Ahov dedi. Ahov. Patga. Qorni ochqapti. Va qorni ochgan odam yotadimi? Tur, ishla. Sandan. Tur. Qorni ochib. Qorni ochsa yotib uxlar ekan. Nega? Energiyasi qancha edi uni? Energiyasi ham qolibdi-da.
Nima gap, opa, nima gap? Sochimizni strechka qildirsak bo'lar ekan. Voy. $100 ekan. Mayli, mana вообще 100 euro. Endi biz bagajimiz va krasotavchik bo'ldik, krasotavchik. Krasotavchik. O'rnida yo'q. Hali ham yotibdi bu. Sizlarni hurmat qilish kerak. Miningimiz nima gap? Yaxshi yomon ko'tarilmayapti lekin yaxshi. Bitcoin sotib yuboramiz hammasini. 7200. Lanatdan soncha tushmagan. Qilaymiz. 2 hours later. 48 hours later. 8 hours later. The following Thursday. 5 minutes later. 24 hours later. Much later. Much later. 7 hours later. Epilogue. Several song-filled hours later. A few minutes later. A little longer than a few minutes later. Bilasiz do'stlar, mana nihoyat Manbulardan Manbular o'zini nimasini oqladi. Bizga $44,800 ishlab berdi. Bizga mashinamiz 45,000 nech puldirda. Ozgina yetmayapti. Biz stream qilamizda hozir. Ozroqgina pul ishlaymiz. Men $520 olsam, mana bizda o'zi 45,320. Bizga darajna bitman bu bizga tashlash kerak edi, pul tashlash kerak edi. Men senga $500 otaman degan. Menga aldamagan bo'lsa. Vot, adashmasam keldi. Da, $800 otib yubordi. Men buni mashinani sotib olganimdan keyin beraman unga. Я обещаю. Mujik сказал, mujik сделал. Mana endi mashinaga ketdi. Bizani priparkovka qo'ygan joyimiz bor. Ketdik ana. Men полностью ko'rsatmaganim sababi kutib o'tirish kerak bo'lardi. Bu opalar nima baraka streamerlar bor, вообще sekin ishladi, вообще ezvordi. Короче, sizlarni ham shunaqa ezishini xohlamadim va bir narsa deydi. Biraz xohlamadim. Что sizlarni ham zeriktirib qo'yaman. O'zim zerikib qoldim chunki bularni ishlash tezligini ko'rib. Bilasiz, mana shunaqa bo'ldi. Va o'tganimga ketyapman, men mashinaga borishim kerak edi. Avtogalereya. Mana endi avtomobilni sotib olamiz. Mana biz sotgan garaj. Mana bizning mashinamiz qora Bayer. Mana bizning mashinamiz 45,000 ekan, ровно 45,000. Bratан, oxirini qilaylik, давай. Вот, mana oxiriyasi bitdi. Endi ketdik. Mashinani gezda qilamiz. Va ovozini qaranglar buni. Ovozini qaranglar. Drift вообще yorib yuboradi. Voy, yangi mashina urding. Befarosat. Vot. Mana bolalar, va nihoyat biz o'sha nima kunga yetdik. O'sha mashinamizni
sotib oldik. $320 pulimiz qoldi. Qayta tayyor biznesimiz ham bor. Bu dalshi biznes yurgizsa uchadigan biznes. Faqat $0, mana bu 800, mana sразу $822 olamiz bundan. Sразу mana biznes ko'rsatadigan bo'lsam, bu yerda biz bitcoin sotsak bo'ladi. Mana bitcoinni sotamiz va sразу уже bizda mina oshdi. Va mana mina oshdi. Biz mana bunga va'da berib qo'ygandik. Tashlayman deb. Diskatda mana upgrade qilamiz bunga $640 va biz uddaladik xullas. Dalshi bularni endi boqaman. Iloji yo'q, dalshi menga pul ishlaveradi. Bularni paka yopib qo'yaylik. Va mana shu mashinani olish niyatida edik. Mana shu mashinani sotgandik. Uni diskalari va ko'zlari va серьезный turibdi-da buni. Bu вообще boshqacha atmosfera. Bu yig'ilib sistemalari ham вообще zo'r. Qaranglar, McLarenga o'xshab. Bir yezda qilib kelaylik mayli. Ovozi qaranglar. Voy, opani bosib ketdim. Voy. Nimalar bo'lib ketdi? Bir shaharni aylanib kelamiz. Va yo'lni chekkasi boshqaruvni yo'qotib qo'yapman. Men mashina haydamaganman. Chiroyli-ku menimcha. Nechio, ana o'rganib ketamiz. Yana uchib ketdi. Xatar bu. Bu bizani haydagan o'sha prям bizani boshida haydagan direktorimizni manzili. Ya'ni kafesi, biz birinchi ishlagan joyimiz. Bu bizni birinchi ishlagan joyimiz. No parking, bizga farqi yo'q. Bizani joyimiz bu. Biza qo'yishga haqqimiz bor. Kecha qani kafenga ana $5 senga o'ziga bersam. Mana bu ham $5 yotibdi nega? Bu ham chivida yotibdi. Bularni menimcha oddiy o'yinda boshlanishida shunaqa olish kerak bo'ladi. Bas mana shu yerda kofe qo'yganman men. Haydab o'rganman shu yerdan mana. Hali ham turib kelganman. Kidara. Nima bu o'zi? Deganlar uchun. Böyle aynımıyız. Etibar vermeye de prosta korçağı etibar vermeye de. Şimdi короче. Bunlar sana. Rossiya borganlar menimcha tushunadi bittada. Hojat bor ekan, hojat. Yetkazilmadi. У вас закончилась энергия, поэтому прямую трансляцию. Men qachon prямую translyatsiyani yoqib keladi? Xullas do'stlar, mana shu mashinani oldik. Hammaga rahmat. Like va podpiskani bosishni unutmanglar. Bizning kanalni podдержка qilib turinglar. Bundan ham zo'r kontentlar, xudo xolasa oldinda. Hammaga xayr.